Endi 2 o'zingiz aytmasiz, 2 qo'yib beradigan bo'lsak 1.700.000 dan chiqadi. 1.700.000 so'mga uni yozadi. Oldik, tur tanlamasidan oldik. Alyuminiylik ekan. Eng menga qiziq joylari, hozir hammaga ham tuk bilan ishlatish, anaqa emas u. Motor, mabodo, tuk ko'payib ketib, anaqa bo'lsa, manetni qarang tashlaydigan joyiga vachit tishib oldim men. Bu tarafdan bu narsa olgan odam yutqizmaydi. Olgan kuningizdan boshlab foyda olib keltiradi-ku, ziyoniga olib bormaydi. Shuning uchun bitta ikkita moli bo'largan narxlar arzonrog'i bor. Hammasi ham bir xil bor. Chaqirishib olib, bu yerda maylis qilishmasin deyapti. Ko'rishib puxta qolgandan keyin, "Jasur, men Shahriyar bola qo'limdan tortib yurib, dada, bitta ish qilaylik. Bonuslar qo'yyapmiz, boshqalar qilyapmiz. Ashakka boraylik, bitta olaylik." Bitta joyga qolyapman, hozir kirib kelayotganda eshitib qoldim. Oldindan to'liq yo'q. Olib borgandan keyin ishlatib ko'rib pulini berish. Aka, to'g'risi bor, любой narsani ham sotib olmoqchi bo'lsangiz pulini tashlaydi. To'g'rimi? Lekin bunaqa garantiya, otangizga rahmat. Qanijon. Assalomu alaykum, hurmatli Jasuruz kanali obunachilar, YouTube kuzatuvchilar, chorva va ishqibozlari. Siz aziz chorvadorlarni og'irini yengil qilish maqsadida ishlab chiqarayotgan universal olov dravaka oldiga kelganmiz. Deyarli zavodga aylangan. 2 yildan oshiq birgalikda hamkorlikda olib boryapmiz. Biz ko'plab xonadonlarga dravaka yetkazib borganmiz. Shu paytgacha bir dona ham negativ kelmagani uchun yana davom etamiz. Sizlarga tavsiya qilishdi. Narxlari, sifati zo'rdan so'raganlarga tavsiya qilamiz. Arzimas mehnatlarimiz va usta akalarimiz mehnatni qo'llab-quvvatlagan holatda bir dona like bosinglar. Inshaalloh like bosgan insonning chorva hayvonlari ko'p bo'lsin, mol boylatga joy qolmasin. Albatta yaxshi niyat, yarim ol deymiz-ku. Va biz endi ko'rayotgan insonlar ekranda podpisatsiya degan yozuv bor, o'shani bosib qo'yinglar. Shunda biz kirgizib borayotgan videolar mutansilarga SMS bo'lib borib turadi, ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Shu qisqa daqiqalar ichida Omonjon bilan birgalikda sizlarga apparatlarni ishlashlari, yurishtirishlari, narxlarni tindirib beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Jasur aka. Omonjon yaxshimisiz? Charcham. Assalomu alaykum. Kelik. Yana bir qator dravikaning narxlarini yurishtirishni ko'rsatdik xalqimizga. Bo'ldi aka, bir qator sifatini, narxlarini xudo xolasa chiroyli qilib ko'rsatib beramiz aka. Xo'p. Video boshida akalar narxlarni boshqa ishlab chiqarayotgan solishtirib ko'rishingiz mumkin. Narxlar avvalo tushishiga sabab bo'lgan mana shu bola birinchi bo'lib. Demakki, biz 2 yil oldin, deyarli 2 yil oldin narx tushirishni boshlaganmiz. 2 million, 8 million, 3,5 million, 4 million chiqayotgan paytida biz o'sha paytda 1,5 million so'm qo'yganmiz yo 1,8 million qo'yganmiz-a? 1,8 million, 1,5 million qo'yganmiz. O'sha greta 3 million tepasida chiqayotgan apparatlar. Hozir xudo xolasa nima bular ishlab chiqarish kengaydi. Narxlar xudo xolasa arzon qilib. Eng nomeradini, eng zo'ri ham xudo xolasa arzon narxda chiqadi. Yengilroq chiqadi. Kelishib qolsa, biz hozir video boshladik. Uzoq yaqindan ko'radigan insonlar bor-da. Dastlabkilar qanaqa bo'ladi? Keyin necha kun yetib boradi? Keyin yana plus qo'shni Qirg'izistondan telefon qilayotganlar bor-da, Qirg'izistonga olib o'tsa bo'ladimi? Tojikiston akalarimiz so'rayapti. Bizga qanaqa bo'ladi dastlabki deyotgan insonlar bor-da. Yo'li bormi, imkoni bormi? Yo'li bor, imkoni bor. Tashqaridan aloqaga chiqsa, xudo xolasa chiroyli qilib o'sha chegaragacha yo'lsa kargolarga yetkazib beriladi. Voha tomonlarga xudo xolasa 3 kunda, uzoq 3 kunda yetib boryapti. Vodiy ichi 1 kun 2 kunda xudo xolasa yetib boryapti bemalol. Hop, to'lovlari borgandan keyin, ishlatib ko'rgandan keyin bo'ladi. Albatta, oldindan ishlatib to'lov bo'lmaydi. Olib ishlatib yurgizib ko'rsatib, anaqa qilib beramiz, sinovdan o'tkazgan, keyin to'lov bo'ladi. Oldindan to'lovimiz yo'q. Hop, yana bitta shu joyda fikrim bor. Akalar o'tgan safar shartda keldik. Toshkentdan bitta akamiz dravkan kadar olib kelibdi. Endi siz yo'q edingiz bunda. Gaplashdim. Ikkita o'sha dravkan bittadan chaqirtirib qo'yibdi. Kimki oldin borsa o'shaniki olgan ekanda. Ular ham mehnati bor, rasxoti bor. Borayotgan shopir ham yengil bormaydi-da. Hali bepulga bormaydi, qo'pol qilayotganda ham. O'sha hisobga olib turib, yaxshi miya bilan maslahat qilib deydimi? Savol javob qilib olsalaringiz, bularga ham olikmi? Nimaki bu hozir mana shu narsani bepulga chiqarib boryapsiz sizgacha. O'zingiz bitta to'g'iz yo'qolsa, 7 ta mahallani qidirasiz to topgungacha. Bu insonlar tavakkal qilib 1 so'msiz chiqaryapti mana shu. O'zlari rasxot qilib. Mana shu nimasi bo'ladi? Zakaz qilishadiganlar zakaz qiladi. Mana shu apparatimizni shopirga, bitta shopir yo'lda 300 ming so'm, 250 ming so'm yo'l kerakli ati ovortdi deydi. Ati ovortdi. Lekin ungacha klientdan 1 so'm hech qanaqa pul olmaydi. Lekin o'zingiz aytmoqchi, ikkita tomondan ham zakaz qilib olsa, qaysi biri birinchi kun olib bo'laman desa, unda to'g'risi bizga masalan jichana qilib qo'yadi. Hozir shu joyda akalar Qo'g'on Iktor akamiz kelgan, ko'pchilik taniydi. Instagram tarmog'ida 13,5 million so'm, Instagram tarmog'ida 13,5 millionta prosmotr olgan videomiz bor. O'shani videodan qo'yib ketamiz. Va keling. Ana shu ukamiz bor. Hozir ularga bitta drabilga olib beramiz.
yaxshisidan qilib beramiz. Dadalardan kelgan. Hozir ishlashdan hammasini ko'rsatamiz video davomida. Assalomu alaykum Iftor aka. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, charchamasdan. rahmat. O'zi nomi o'zi bilan ekanda. Ha, nomi o'zi rahmat. O'zimizga ham mana Shahriyar bola qo'limdan tortib yurib, dada bitta ish qilaylik. Bonuslar qo'yapmiz, boshqalar qilyapmiz. Ashaka boraylik, bitta olaylik dedi. Mana undan oldin ham ko'pchilikka tavsiya qildik. Xudo xolasa bundan bor o'zimizda ham hozir yana bitta отдельный o'zimizga ham olamiz. Keyingi syomkalarimizda bizda manfaatli bo'lish uchun Jasurbek $100, $200, $300 anaqa bonuslar qo'yapsiz-ku. Endi biz faqat mana shu olov durabilkadan bonusni mashinadan qilib qo'yamiz. Nimaga desangiz, foydali-da baribir. Foydali. Bo'lmasa mana bo'lar ekanda, Ixtiyor aka, dravka olib borib qo'yamiz. O'sha bonusiga dravka berildi. Endi siz shoshmay turing, endi siz qo'lga tushdingiz endi. Endi biz xalqimiz uchun xalqni hech bo'lmasa borku, pul qistirish shart emas deydi, katta konsert zallarida. Qarshi so'rashadi-ku. Shu xalqni qo'llab-quvvatlagani bo'ladi. Biz ag'dan bonus qilamiz. Siz bag'dan bonus qilib, Xudo xohlasa, nima deydi? Yaxshi narsalar ekanda, nima deydi? $100, $200 pulni yo'qotib qo'yasiz birpasda. Lekin mana uni ko'rganingizda biz mollarimizga qo'shib bonus qilib beramiz. Narxlar haqiqatda oma borku, real narsa, zo'r narsa bo'lar ekan. To'g'risida hali nima deydi? Men bitta joyga qolyapman, hozir kirib kelayotganda eshitib qoldim. Oldindan to'lov yo'q. Olib borgandan keyin ishlatib ko'rib pulini berish. Aka, to'g'risi bor, luboy narsani ham hozir sotib olmoqchi bo'lsangiz, pulini tashlang deyapti. To'g'rimi? Lekin bunaqa garantiya, otangizga rahmat. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Ko'p qolmasin, xalqning duosi bilan ozginasini barakasi kuchli bo'ladi. Hali chaqirish bo'lib turib, nima qilishmasin, Shahriyar bola? Bo'lsa? Miyada maylis. Miyada maylis. Xudo xolasa nima deysiz biz anaqamizga? Sizga ham mana shu Ideyamizga. Biz o'zimiz mashindan mana ustidan oldik. To'rt tanlamasidan oldik. Alyuminiylik ekan. Eng menga qiziq joylari hozir hammaga ham to'k bilan ishlatish anaqa emas u. Motor mabodo to'k ko'payib ketib, anaqa bo'lsa, manetni qarang tashlaydigan joyiga vaqt yetishib oldim men. O'zi to'k uzar ekan-ku. Endi bag'ida bo'lsa, bag'ida ham nagrushka mo'nga kelsa, bu maqtamonda tashlaydigan ikkitadan ekan. Lekin yana bitta qulayligi, nimasi bo'ladi? Xalqimizga ham masalan eng qulayligi setkasi bor, yonboshdan bemalol alashaveradi. Shahriyar mana o'zingiz taylab qo'yib tikib qo'ygan ekanda. Ha, siz almashtirib bermaysiz-da, o'zi bemalol almashtiraveradi. O'zi Xudo xolasa Jasurimizda bizni syomkamiz Xudo xolasa mol chiqarsak, hamma syomkamizda zo'r kommentariy yozgan odamga, layklarda aylangan odamga hamma syomkamizda bittadan olov drabilkasini qo'yamiz biz. Bizga yordam qilib, mana shu ukamiz narxlarni arzon qilib beradi. Sizga ham nomeringiz bo'ladi-ku. Biz hali nima deydi, bitta vositachi bo'lamiz. Albatta. Bizga biz yana bundan olib sotar ekan, Ixtiyor ekan, mashinadan ham 50 ming 100 ming foydalanar ekan emas. Bizga arzonroq olib, biz ham bonus qilib beramiz. Sizni ham, bizni ham duo qiladigan qilamiz, Xudo xolasa. Ixtiyor aka, masalan $100, $200 beryapsiz-ku. Endi $100, $200 ishlab ketadi. Bu narsa dakansa oxirgacha umr davomida eslab yuradi-da. Maza qiladi. Bizda masalan siz bilan bizdan anaqa bo'lib qoladi. Meni tavsiyam ona bor-ku, hammamiz ham dehqonni uyda ham dehqonchilik menga o't degan odamga ham qancha baraka qilar ekanda bu. Mushuk chiqmaydi, bitta tashab chiroyli qilib hayvon zo'r yeydi. Endi foydali tomonlari zo'r ekanda. Xudo xolasa hayvon hali pokiza qilib mo'ndan o'tgandan keyin zo'r bo'lib oxirga tushadi-da. Albatta. Maza qiladi, bizga o'xshagan odamlar mol sotganlar ham maza qilib yashaydi-da. Molim yemayaptimiz, ko'p yeb qo'yapti deb telefon qilishadi keyin. akalar, biz davom etamiz. Hozir bir qator narxlarni tanishtiryapmiz. Omajon, hop. Birinchi bo'lib titratgan o'rtaga olib kelsak, to'rtisi mana shunaqa bo'ladi. Korpusi mashq holatda bo'ladi. Endi fonni bo'lsa bir qator ma'lumotlar beraylik. Xo'p, korpusi birinchi hampasini so'rashyapti, 54 ga 54. Kattalashgan varianti 54 ga 54. Keyin chiqishi. Chiqishi ham greta kattalashgan variant. Qancha katta bo'lgan sari chiqish ob'yom, tiqilish holatlari zo'r bo'ladi. Shuni o'zi chiqaraveradi. Yana keyin ba'zan o'sha makka bug'doy ketaveradi. Bu holatda o'sha donli, maydalangan, uqalanganlar. uqalangan. Ha, battan esa sotali makkalar bemalol chiqarsa bo'ladi. Endi buni sinab qo'ysa bemalol o't mahsuloti, Mahsulotlari mana
ketaveradi. bo'laveradi. Bo'lmasa bu yerda o'zini havo to'sishlari bor. Yana keyin o'sha Jasur aka mana shu yerda o'zini havo to'siqchlari bor. Betga chang urmaydi. Betga urmaydi. Ha, betga chang urmaydi. Keyin doimgidek o'sha gaga bo'ltlar bo'shatib yurilmaydi. Chetga yonboshdan bemalol chiqaveradi. Oson. Mana shu narsani birinchi biz qilganimizda, hali tan olish mardlikda biz qilganimizda ko'cha boshini negativ qilgan. Birinchi bo'lgan ekan, ular keyin bunaqa och yopadigan bo'ldi. Albatta. Biz o'zimizni stillar to'xtamadik, mana shunday ketaverdik. Endi sekin-sekin hamma shunga o'tyapti. Nimaga? Birinchi bo'lib texnika bezapasi. Mana to'xtab qolmasdan mana ko'tarsa, akalar ko'tarsa qo'lni kesib yuborishga mumkin. Setka almashtirishlar. Kompasingizda tish aylanib turadi. Bezapasingizga mana bu narsa chiqarayotgan paytdan almashtiraverasiz. Bu Demak, katta odam, kichik odam, talab avvalo yoshlarga tavsiya beramiz, lekin masalan Shahriyor singari bolalar bo'lsa ham bitta o'rgatib qo'ysa o'zi chiqaraveradi bu narsani. Tepadan tashlab chiqaveradi maydalar. Bezapasingizga zo'r bu narsa. Demak, keyin Jasur aka gapingiz bo'ldi. Bu gaga boltoniga bir xilgilar aytyapti, kuruchoy qilib bering deyapti. Kuruchoyni qilib berilaveradi. Masalan, u hech qanday muammo yo'q, qilib berilaveradi. Kuruchoy bitta oldidan, bitta orqasidan ushlaydi, metni ushlamaydi. Keyin dom mahsulotni mana shu yerdan chachib yuboradi. To'g'ri, rezinkasi bor, lekin bolt gagani singari moshina bo'lib ushlamaydi. Ishlatilgan sarabar ana kurchogini rezinkasi ishlay bo'lib ketaveradi-da. Albatta. Bolt gaga qilib qo'yilsa bo'ldi, bat ochilmaydi. Qachonki 1 yilmi, 2 yilmi, 3 yildan keyin mabodo bir kerakli holatda ochish kerak bo'lsa, bemalol 4 ta gaga boltni bo'shatib ungacha. Shu holatda birga qo'shib bergan setlar birinchi mol bo'ldi ichida akalar, mana. Mana o'sini makajo xoridonlari, quruq nonlarni ham maydalab chiqarib beradi. Bu kepak holatga, deyarli kepak holatga chiqarib beradigan setkasi bo'ladi. Bu yerda yorma holatda. Qush boqadiganlar, tovuq fermalar, tovuq boqadigan akalarga bu yorma holatga keltirib beradi. Suv tarimakalarini chiqarib olsangiz bo'ladi. Yoki atala qiladigan insonlar bo'lsa, mana shunday chiqarib turib pishirsa, yaxshi effekt beradi. Keyingisi men qo'y boqaman degan insonlarga o't hajmi mayroq bo'lsin deganlarga mana buni tavsiya qilamiz. Bu qo'y boq bo'ladi. Qo'ylarga qo'y fermalar bor, qo'y boqadigan insonlarga yaxshi bundan chiqarsa, mana shuni tavsiya qilamiz. Mana shunga chiqarishi razmer gugurt cho'pida chiqadi deyarli. Kichkina chiqadi. Buni ko'proq chiqarib molga bersa biz tavsiya qilmaymiz. Nimaki? Oshqozonga botib qolishi mumkin. Mayinligidan. Mayin bo'ladi. Mol bobga men setkani tavsiya qilamiz. Men Ali, xadavoy setkasi bor. Men xadavoy setkasi. Qo'ylarga ham bo'laveradi. Qo'ylarga ham bo'laveradi. Qo'ylarga ham bu setkani molga moslasangiz, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Bu hammasi shu chorvada, misol bunda chiqargan yemni deyarli 95%, 98% yeydi mollar. Albatta. Xo'p, yeydi. Bu qayerimiz uchun tashlasangiz deyarli 60-50% yeydi xolos. Ko'paytirib bo'lar ham cho'ntakka ziyon, ham molim semirmayapti deysizlar. Har tarafdan bu narsa olgan odam yutqizmaydi. Olgan kuningizdan boshlab foyda olib keltiradiki, ziyoniga olib bormaydi. Shuning uchun bitta ikkita moli bo'largan narxlar arzonrog'i bor. Hammasi ham bir xil emas. Sizga masalan 3-4 ta molingiz bor, unga boshqacha arzonroq. Agar 10 tadan oshiq bo'lsa boshqa. Agar meni katta fermam bo'lsa, o'shanga yarasha ham drabilkamiz bor. To'g'rimi? Qilib beriladi. Xo'p. Endi keyin Jasur aka bemalol masofaga yetalab G'ildiraklari bor. Ular ключаtlari bor. Keyin o'zini zavodskiy zashnigidan tashqari ключатr qo'yilgan. Ключatlar. O'zini zavodskiy zashnigidan. Hozir bu yerda 3 xil motorimiz bor. Bu motorlar qanaqa hajmda ishlaydi? Xo'p. Birinchi yangi telefon. Xo'p, bu 4 kilovat Titan motorni, Xitoyning motori. Endi birkasiga masalan 4 yozadi, lekin hozir 4 chiqarmaydi. Shu 4 kilovatli motorimiz. Xo'p. Bunda ham shu o'zida zashni bor. Dublyodachilari bor. Keyin to'kni ko'rsatadi. Multimetrlari bor. Qo'shimcha doimgidek avtomat bo'ladi. Keyin bunga o'sha bu pichog'imizdan qo'yib beramiz. Pichog'imizdan qo'yib beramiz akalar. Xo'p, bu nechtalik hozir? Bu 18 talik deyiladi, malato'ylari bilan. Malato'ylar ham sanaladi. Keyin o'sha pichoqlardan ham o'sha jami 18 talik aytiladi. Keyin o'sha yengil yubka mahabiy bu. Akalar, mana bu pichoqlari kuydirilgan, germanskiy bo'ladi. Buni ko'pchilik biladi, bu borgansa o'zini o'zi o'tkirlab boradi. Albatta. Qancha ishlatilgan sari bu o'tmasmi, o'zini o'zi o'tkirlab boraveradi. Buni foydali jihatlar juda ham ko'p. Xo'p. Bu mashinaga qo'shib beriladi. Mashina to'rimizga qo'yib bersak, bu pichoqni. Buni narxi o'sha doimgidek 2 million so'm chiqadi. 2 million so'm. 2 million so'm chiqadi. Bu o'sha 4 kilovatli. Mana shu 18 talik pichog'imizga qo'yib beramiz. Bu ham universal apparat bo'ladi. Dommi, o'tmi, nimaki bo'lsa chiqaradi. Buni narxi o'sha 2 million so'm chiqadi. Okay.
Buni 2-2ligi ham bor, Bor. motori. Uchligi ham bor. 3ligi ham bor. Uchligi ham bor. Korpusi bir xil, faqat motori farq qiladi. Eng arzon necha pul chiqadi? Eng arzoni aka 1.800.000 so'm chiqadi. Universal. Ha, universal. Endi o'sha uchligi 1.800.000 chiqadi. Endi 2.2 o'zi aytmoqchi 2.2 qo'yib beradigan bo'lsak 1.700.000 ham chiqaveradi. Ha, 1.700.000 so'mga universal. Ha. Qo'li quruq tanlamaydigan, donli dunli mahsulotlar hammasini chiqarib beradigan 1.700.000. Zo'r. Misol bitta ikkita qo'yib bor insonlarga 3-4 ta qo'yib bor, mol bor insonlarga ham bo'laveradi, nimaga? Bir kunda chiqarsa bitta press chiqaradi. To'g'rimi? Albatta, o'sha zakaz qilsa menga 2.2 yoki 3 qo'yib bering desa, o'sha 1.700.000 so'm ham chiqaveradi. Lekin buni narxi o'sha 4 lik bu 2 million so'm. Xo'p, keyingisi eng bu ham nimasi bo'ladi? Nomeradiy motorlarimiz eng xatoga ketayotgan bu 6.5 titan motorimiz. Titan motorni o'z bilishadi, eng yaxshi sifatli motorlardan titan motor. Keyin buni kilogrammi ham o'sha og'iridan. Necha kilogramm bo'ladi? Bu 23 kiloligidan. 23 kilolik, где-то 23 kilo tozani beradi kilosi. Bunda ham o'sha zashni to'kni ko'rsatib turadi. Xo'p, bunga zavodskiy mahaviy qo'yib beramiz. Zavodskiy mahaviy qo'yib beramiz. Og'ir, mana tishlar doim qilingan. 2 qavatli keladi. Nimalari bor? Malato'ylari bor. Buni jami pichog'i 24 talik. 24. Malato'ylardan 24 talik. Zavod mahaviy qo'yib beramiz. Bunisiga qo'yib beradigan bo'lsak, bu buni narxi 2,5 million, 2 million 400 ming so'mdan chiqariladi. Bu joyimizdagi narxlar. Hop, shu vodiy bo'ylab uzoq yaqinlikda dastavkalar bor. Dastavkalarga kelishamiz akalar. Bu yog'ini ham bor. Masalan, joyimizdagi narxlar. Albatta. Endi keyin o'sha mana bu yerda ham motorimizni olishmabdi mana. Bu ham 6,5 metr. Bu ham 6,5 kilovatlik. Men kilovatni bitta ko'rsatib qo'yaylik-da. Mana 6,5 kilovatlik. Mana shu bilan bir xil, faqat kilogramm yengilada. 21 kilolik. Buni qo'yib beradigan bo'lsak, buni narxi 2 million 200 ming so'm chiqadi. 2 million 200 ming. Endi bu motorning kilo sog'i bizga qimmatroq kelgan. O'shaning uchun kecha qimmatroq chiqadi. Buni narxi bo'ladigan bo'lsa 2 million 200 ming so'm chiqaveradi. Shu mahaviydan ham qo'yib beraman, undan ham qo'yib beraman. Endi qarang, mislisini ish. Misli va qayerlarga tavsiya qilasiz? Misli variantlarda tavsiya qilamiz 200 dan ziyod bo'lsa to'ka. Transformatori oldida yaqinroq bo'lsa. Xo'p, alyumin motorlarimiz 160 gacha bemalol ishlab beraveradi. 160 voltga ishlaydi. 160 gacha bemalol ishlab beraveradi. To'p tanlamas ekan. Endi To'k tanlamaydi bular. 160 volt hamma joyda bor. Bor. Deyarli hamma joyda bor. Endi buni o'sha hech bo'lmasa o'sha 192 dan ziyod bo'lsa, yaxshi ishlab beradi. Keyin yana juda ko'pchilik so'rashyapti, mis bilan alyuminda nima farqi bor deyapti. Xo'p. Mis bilan alyuminda xo'p, bu alyumin motorimiz birinchi o'rinda pulida farq qiladi. 250-300 ming so'm farq qiladi pulida. Lekin sifati, ishlashi hamma yo'g'i bir xil. Bir xilda bo'ladi. Hozir ko'p joyda masalan uyni montajlari oddiy alyumindan bo'lyapti. Shuning uchun 90% odamga alyumin beryapmiz. Alyumin bemalol ish bajaraveradi. Hali nimasi bor? Qo'pol qilib aytganda, hozir kimdan so'rasangiz mis yaxshi deydi-da. Qo'pol qilib aytganingizda odamning miyasiga mis degan narsa quyilib qolgan. Lekin mis ham alyumin ham bir xilda ishlab beraveradi. U tomonidan masalan xavotir olishmasin. Faqat anaqa tomoni, plyus tomoni alyumin pastokka ishlayapti. Shu. Buni narxi necha pul qo'yib berasiz? Buni narxi aka 2 million 600 ming so'm. Keyin bu o'sha 26 kilolik motor. 26 kilo. Buni 23 kiloligi ham bor. 23 kiloligi bu 2 million 300 ming so'm ham chiqadi. Mis motor 23 kiloligi ham bor, lekin kilogramm yengil. Bu 26 kiloligidan o'sha kilogramm og'irdan bunga ham shu zavod mahaviy qo'yib beramiz. Buni narxi 2 million 600 ming so'm chiqadi.